Hushtak chalindi. Boshladik ekansilar. Boshladik. Legionerlar to'rtligi hozir zarba yo'llashga hozir va nozir bo'lib turishgan edi va hisob ochilyapti va o'sha legionerlar hal qilishmoqda. Do'stlar, Nemanja chalasan, o'zing birinchi gol uchun Hushtakni chalasan deymiz endi, nima deymiz? Urdi. Ko'raylikchi, to'p uzoqlarga tepib berildi va agarda Dragan legionerlar hal qilishdi dedim-ku va shu yerda hattoki Boake ham turgan ekan. Mabodoga men ham borman deb turgan ekan. Draganning harakati 4-raqamli Otabek Ahadov to'pni u qadar hali ko'ngildagidek istagandek chiqarib yubora olmadi. Natijada 15-raqamda o'ynayotgan futbolchi hisobni ochyapti. Yaxshi sport formasida. Zo'r aldab qo'ydi hozir. Chalasan va pasni berasan. Dragan Cheran esa mana bunaqa zarba yo'llab sal qoladi hisobni yanada oshirishiga. Milan futbolchisini shunaqa ushlab qolgan edi Fabregas. Voy, juda zo'r o'ynadi. Ashorte va hozir o'zi boradi, zarba yo'llaydi va gol kiritiladi. Boyaki kiritdi to'pni. Bu gol haqqi rost Immeda Ashortaniki. Ashortada urib ketishdi gol. Martin 2-0 tanaffusga o'ta komfort hisob bilan birinchi uchrashuv uchun o'ta komfort hisob bilan vodiyliklar g'olib holda chiqishadi. Vaziyatlar ko'p bo'ldi. Hop ko'raylik mana shu epizod. Bundan oldingisi hal qiluvchi edi. Zarba aralash pas bo'ldi. Boake esa onsayddan kirib gol urib ketdi. Jo'raboyevdan to'pni olib ketish natijasida menchi zarba yo'lladi. O'zidan intervyu olinsa, men pas berdim desa kerak-ku. Po'latxo'ja Xoldarxonov tushishga tayyorgarlik ko'ryapti. Xato ketdi. Mana shu joyda hozir hisob o'zgarishi mumkin va Dragan 3-0. Andijon yo'q joydan hozir gol topa oldi. Dahshat Sog'diyona himoyachilarining qo'pol xatosi hisobning yiriklashishiga sabab bo'ldi. Mana shu joyda hop oxirigacha bordi. Pas Po'latxo'ja Xoldarxonov hozirgina maydonga tushgan futbolchining naqadar vaqtida tushganini ko'ryapmiz. Tushda hal qildi yigit. Hech qanaqa darvozabonga imkon qoldirmagan holda tepdi. Ancha ishonchli o'ynayapti. Sog'diyonaning hujumi zo'r, darvozabon joyida. Mana nihoyat Jizzaxlik futbolchilar o'zlarini ko'rsatishdi. Ya'ni kim Andijonning uslubiga binoan irg'itadi. Shu joydan zarba yo'llanyapti. Sal qoldi Innini hisobni 4-0 ga aylantirishiga. Xo'sh, Andijonning navbatdagi hujumi va super gol. Super gol do'stlar. Bu oqshomning bezagi bo'lib beryapti bu zarba. Po'latxo'ja Xoldarxonov nafaqat pas beraman dedi, balki Messi uslubida gol ham uraman deyapti. Darvozabon to'pni faqatgina trayektoriyasini kuzatdi xolos. Dahshat Xoldarxonov va Messiga o'xshab nishonlayapti.
To'p pas beriladi deb o'ylashgan edi, yo'q, chapiga to'g'riladi va darvozabon parchandiki urinmasin, foydasi yo'q edi. Dragan ham o'sha tomonga zarba yo'llagan edi. Po'latxo'ja ham shu nuqtani poyladi. O'zimiznikilardan ham urishdi, faqat legionerlar emas. Boya biz Usmonali golni to'xtatdi, hakam to'xtatdi va to'xtatib to'g'ri qildi deb o'ylayman. 4-0 Andijonda bayram bugun.